Bu videoni internet tarmoqlarida ko'rmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak, bitta ko'ramiz. Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Maniki tormas, maniki dutor. El xalq taniydigan aktrisalar, san'atkorlar milliy liboslarda ko'tda ishton yo'q, ko'krak ko't reklamasi og'izdan chiqib kirgan gapda faxshni targ'ib qilishlik. O'zbekistonimizda yangi qonunlar qabul qilinyapti. Nima sababdan bunaqalar uchun yangi qonunlar yoki cheklovlar qo'yilmaydi? Misol uchun yosh qizchalarimiz, yosh singilchalarimiz internet tarmoqlarda bilim olishlik uchun kirishadi. Shunga o'xshagan taniqli aktrisalarimiz ochiq sochiq faxshga targ'ib qilinadigan videolar chiqib qolsa agar 100% qizlarimizdan hech bo'lmasa 1% qizchalarimizni mana bu miyachasiga ta'sir qilmaydi o'ylaysizmi? Albatta ta'sir qiladi. Bu murojaatda Madaniyat vazirligiga shunaqalar uchun chora ko'rishingizni so'rab qolaman.